hayajon qilyapti. Ozroq yordam bo'lsa shu o'ziga kelib qoladi qizim. Yaxshiroq doktor ko'rsatish uchun bizga mablag' kerak. Men ham agar bunday yordam mana kerak bo'lsa, ko'rib turganlaringdek Farhod aka mahalladagi eng faol odamlardan hisoblangan ekanlar. O'sha ko'mak tushlar oldida ham mahallada janjal bo'lib qolgan, yosh oilani yarashtirish masalasida borganlar. Undan keyin koma ahvolga tez yordamga olib borishgan. 3 oydan beri shu ahvolda yotibdi o'rtoqlar. Mablag' yo'qligi sababli mana shu ahvolda yotibdilar o'rtoqlar. 3 oy davlatga davolandilar. Endi menimcha xususiy klinikadan bizga yordam kerak. Nevrologlardan yordam so'raymiz. Mablag' agar ajratsanglar, sizlar yordam bersanglar, yaxshiroq vrachga ko'rsatib, menimcha tuzalish ehtimoli bor deb aytishgan. O'shaning uchun ham sizlar taraflama yordam bersanglar, menimcha tuzalib ketadilar. O'rtoqlar, ko'rib turganlaringdek shu pensionerlarning yordaminglarga juda ham muhtoj. Ko'rib turibsizlar, ahvollarini juda ham og'ir. Sizlar agar qo'llaringdan kelgancha yordaminglarni ayamasanglar, pastda ko'rib turgan raqamlaringga, karta raqamlaringga o'zlaringni qo'llaringdan kelgancha hissa qo'shsanglar, shu pension oyoqqa turib ketadilar. Farzandlarini boshiga bosh bo'ladilar o'rtoqlar. Maksimal darajada iloji boricha videoni ham yaqinlaringga tarqatinglar. Menimcha sizlar qilgan yordam erta bir kun Allohdan o'zlaringga qaytadi.